Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz. Xudo xolisa mana yangi yillar chiqarishda davom etyapmiz. Bu fasonlarimiz Dubai fasonida ikkisi bo'ladi. Xudo xolisa matraslarimiz ikki tomonlama ortopediskiy eni bilan bo'yi 1.70 ga 2.20. Plafonlari ham 3 xil o'chib yonadi. Uy rangiga moslab yoqib olsanglar bo'laveradi. Trimolari, oynalari sensorli, soat, chisla, gradus uqada ko'rsatib turadi. Trimosi 1.40 joyga tushadi. Shkaflari 6 qanotlik 3 bo'lak. Uyga olib kirib chiqqani ham osonroq bo'ladi. Buni ikki chekasi Женский мужской shilka. O'rtasida polka. Tepasida seyflariga davr bor. Muhim narsasi mana mexanizmlari ham yaxshisidan qo'yilgan. Uchtug'iga kelsak 5 tadan bo'ladi. Uzun ko'ynaklarga Женский tomoni polniy vakuumli o'zi tortib olaveradi. Dazmollangan shimlar ilinadigan bor Muzkoy tomonda. Narxlari ham xudo xolasa 7.800.000 so'mdan qilib qo'ydik. Vodiy bo'ylab dastavkasi, ustanovkasi ichida. Podsvetka so'raganlarga одноtomnisi bor. Buni Kashmir deb qo'yadi. Bu ham chiroyli narsa, ochiq svet, parda, gilam, aboy tanlamaydi. Hamma narsasi bir xil. Shu rangida farqi bor xolos. Kimga xizmatimiz qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.